o'z o'yinlaridan so'ng hakamlarga e'tirozlar ko'p bo'ladi-yu. Shunday o'yinlar sirasiga kirmasin demoqchiman. Uchrashuv start oldi. Neftchi jamoasi o'yinni boshladi. Neftchi Sog'diyonov Baqoyev Ismoilovga qarshi, Yovovich sobiq jamoasiga qarshi endi yanada yuqoriroq ko'tardi. Juda ham yuqori ko'tardi deyishimiz mumkin. Zoran Marushich zarba bera olmadi. Ikkinchi tempni yutib olmoqchi Neftchi vakillari. Xavfli vaziyat. Zarba! Alisher Odilov juda qulay imkoniyatni ko'kka sovurdi, to'pni ko'kka tepib yuborgan holatda. 8-raqamda Vladimir Yovovich o'ynaydi. O'ng qanot hujumida 71-raqamda Bilolxon Toshmirzayev, chapda Asilbek Jumayev 11-raqamda. Bu Odilovning vaziyati. Neftchi jamoasidagi o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, bugun Farruh Sayfiyev asosiy tarkibda emas, zaxirada qolgan. Oldinga uzatma Doriyev, Botirali Ergashev qanday o'ynadi? Vaqtida o'rnini tark etdi. Yovovich hamda Doriyev tandemi ilk mavsumda qanday o'ynaganini yaxshi bilasiz. Zarba pozitsiyasi, xavfli zarba ko'rishimiz mumkin. Rikoshet. Temp past deb bo'lmaydi, lekin uzatmalarda sifat yuqori deb bo'lmaydi. Ya'ni xatolar bor ikkala jamoada ham. Bu Toshmirzayevning zarbasi. O'tgan o'yinda gol urgan edi. 2007-yilda tavallud topgan futbolchi yuqoridan uzatma bo'lyapti. Abdug'aniyev tomonga, lekin himoyachilar unga qarshilik ko'rsatishdi. Bu Behruz Jumatov edi. Himoyachilar bor uning atrofida. Yovovich Vladimirdan uzatma. Bir necha nuqtalardan uzatma amalga oshirib ko'rdi Yovovich. Ibrohim Halil Yo'ldoshev zarbani ko'rdingiz va Mitrovichni ham e'tirof etish kerak. Kofi, qani u ham sinab ko'radimi? Kofining zarbasi yuqoridan o'tib ketmoqda. Kirib nimadir amalga oshirish biroz mushkul bo'lmoqda. Jarima maydoni ichiga kirmasdan ham variantlarni izlab ko'rmoqda. Boya Toshmirzayevni ko'rgandik, endi Ibrohim Halil Yo'ldoshevning zarbasi aniqlik ortib boryapti. Ancha xavfli edi. Hozircha vaqtincha bo'lsa yanada ortadi, bu aniq fakt. Endi Paxtakorning natijasini bilmaymiz qanday bo'lishini, ammo Paxtakorni ham jiddiy sinov kutyapti. Odilov oldinga o'tmoqda, xavfli vaziyat ko'rishimiz mumkin. 3-2. Neftchining imkoniyat. Xo'sh, Odilov zarba yo'llandi. Yana rikoshet. Bu esa Odilovning boyaga urinishi. Vladimir pas, Alliboyev zarba pozitsiyasi yopildi. Kofiga pas qaytarilmoqda. Mana bu zarbani ko'ring va gol urilmoqda. Hisob ochildi. 24-daqiqada Zoran Marushich gol urmoqda. Mavsumdagi 5-goli Zoranning, ancha bo'lgandi gol urmaganiga. Va gol urmoqda. Ketma-ket hujumlar o'z samarasini berdi Neftchi jamoasi uchun. Farg'onaliklar hisobni ochdi. Ketdi Aliboyev. Zarba bera olmasdi. 100-100 chiqdi Jo'raboyev, keyin qaytarildi. Mana bu zarbada yo'l-yo'lakay burib yubordi Zoran Marushich to'pni. Boshqa rakursdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda tushunarliroq bo'ladi. Yovovich zarba beryapti, Marushich esa burib yubormoqda. Zoran Marushich oxirgi marta aprel oyida Qo'qon 1912 ga qarshi o'yinda gol urgan edi. Mana bu nuqtadan turib darvozani his qilish. Lyubcho Ollabergan Karimov bilan to'p qaytib keldi. Abdurashidov jarima maydoni ichida zarba yo'llanmoqda. Botirali Ergashevning qo'liga bordi to'p. Demak, ichkariga uzatma bo'ladi. Xuddi shunday uzoq ustunni ko'zlagan edi, o'sha tomonga yetkazmoqchi bo'ldi. Hech qanday samara yo'q va Neftchi hujumga o'tish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Asilbek Jumayev devor ustidagi pas, Yovovich hududga chiqyapti va Zoran Marushich imkoniyat paydo bo'lmoqda. Zoran Yovovichga pas berdi. Xavfli vaziyat bo'ladimi? Zarbaga chiqib bora olmadi. Tezlik olyapti, markazni kesib o'tdi. Boltaboyev kutib olmoqchi, lekin tezlikni ortda qoldiryapti. Ikkinchi raqibdan ham o'tib ketyapti. Yetib keldi to'pga. Odilov pas bermoqda. Yovovich zarba bo'lib qolishi mumkin. Yovovichdan zarba, darvozabondan seyv. Mitrovic. Tezkor qarshi hujum Neftchida. Bir necha soniya avval ularning darvozabonida turgan edi to'p. Alisher Odilov katta tezlikda ichkariga kirib bordi. Sentyabr oyida Neftchi Osiyo Chempionlar Ligasidagi yurishni ham boshlaydi. Ichkariga qaytarildi. Xavfli vaziyat. Marushichdan yana zarba. To'p qani?
Takrorni ko'rib olaylik. Ancha yuqoridan Abdug'aniyev saqlab qolgan edi. Mana shu yerda Alisher Odilov tayyor emas ekan. Zarba berishga keyin Marushich Segergami. Seger o'zi nazorat qilyapti lekin himoya chizig'ini. Yuqoridan uzatma amalga oshirildi. Xavfli. Mana bu yerda Odilov yordam bermoqchi. Botirali Ergashev mushti bilan urib yubordi. Mana bu zarba Ergashevdan seyf. Qahramonovning zarbasi qanday yo'llandi va Qahramonovga qarshi Ergashevdan qahramonlik. Katta ehtimol bilan tur seyviga aylanib ketdi bu yerdagi harakat. Mana o'sha zarba Zidanga xos usul va Ergashevning seyvi. Doriyev burchakdan yuqoridan zarba. Mana bu yerdacha imkoniyat bor va gol. Lekin ofsayd ham bor edi. Oldinga chiqib ketgandek ko'ringandi futbolchi. Bizga namoyish etildi yon hakam. Mana bu yerda qarang, to'p o'tib ketayotgan vaziyatda oldinda turgan edi. Ollabergan Karimov hamda Abdulazizxon Abdurashidov ketgan, o'yindan olingan. Hozir esa ikkinchi golni urishi mumkin Neftchi. Marushichning zarbasi qaytdi. Toshmirzayev 2-0. 2-0 lekin o'yindan tashqari holat sababli gol bekor qilinmoqda. Bilolxon Toshmirzayev himoyachilardan oldinda bo'lgan. Mana o'sha vaziyat, mana Zo'ron zarba beryapti. Bilolxon Toshmirzayev oldinda bo'lgan o'sha epizodda. Himoyada ham bu ishni do'ndiradi, ko'rsatib qo'ydi. O'ng qanot Jumayev uzatma. Jumayev tomonga bo'lgan uzatma. Hozir Alisher Odilov himoyachilar darhol yo'llarni yopdi. Yovich zarba ko'ramizmi? Vladimir pas Kofiga. Kofi yana bir pas undan. Endi ichkariga. Oy, Neftchining bosimi va qanday seyf! Mitrovichdan. Qaysi darvozabonga qiyoslaymiz? De Gea, Donnarumma. Hozir qaytadan ko'raylik. Bir boshdan rahmat rejissyorlarga bir boshdan keladi. Mana bu seyf qaytarildi. Keyin burchak zarbasidan keyingi seyflarni ko'ramiz hozir. Mitrovich Sog'diyonada hozircha eng zo'r o'ynayotgani xalaqit qilayotgan ekan. Va darvozabonlar nima qilyapti ular? Botirali Ergashevda birinchi taymda bor, boya eslagandim. Mana bu yuqoridan bosh bilan zarba 2-0. Zoran Marushich dublni rasmiylashtirmoqda, lekin o'yindan tashqari holat. Yana bir bor Sog'diyonaga umid bermoqda hakam. Bu yerda Odilov to'pni ko'rishga ta'sir qilgan o'sha darvozabonga. To'g'ri, o'yinda emas, chunki qarab turdi posbon. Ustun tomonga ketayotgan to'p. Lekin juda qiyin baholash, juda qiyin har tomonga. Neftchi muxlislari uchun bu 100% gol, Sog'diyona muxlislari uchun bu 100% gol emas. Gol inobatga olindi do'stlar. 2-0 gol hisobga olindi. Va Zoran Marushich qaytadan nishonlab oladi. Ikkinchi banner 2-0. Demak, joriy hisobni ko'rsatib boryapti muxlislar. Mana o'sha uzatma. Va gol. Mitrovich ikkinchi to'pni olib chiqyapti. O'rinboyev, Zabihullo pas beryapti O'rinboyev.
lekin Soibovdan o'tib ketdi. Oy! Jo'rayev o'ynashga imkoniyat beryapti. To'p Neftchida qolgan edi. Odilov to'p bilan oldinga boryapti. Doriyev tashlanma deb ko'rsatma berdi himoyachiga. Odilov zarba pozitsiyasida zarba yo'llandi. Ustun yonidan o'tib ketmoqda. Aynan qutqaruvchi rolida maydonga tashlayotgan bo'lishi mumkin. 2023-yilda ham esingizda bo'lsa, yarim davra o'ynab ketgan edi Zaymovich so'l yonida. U yana qaytdi jamoaga va qaytishida har holda yomon emas uning formasi. Ortdan tashlanishida juda qo'pol edi. Mana shu yerda. Ha, yo'q. Sariq Bavarga ketyaptimi? Ha, ikkinchi oyoq bilan kontakt ham, hattoki ikkinchi oyoq bilan ham kontakt bo'lgan. Shohjahonning chap oyog'i ham. Mana jonli kadrda ko'ring. Juda xavfli tashlanish mana bu. Oqibati juda yomon bo'lishi mumkin edi bu folni. Yovich uchun yaxshi tomoni bor, sariq bekor qilinadi, qizil beradi G'ayrat Jo'rayev. Yovich uchun yaxshi tomoni bor. Buning oqibati u jiddiy jarohat olmadi, lekin o'sha jarohat o'ta yomon bo'lib, hattoki uzoq muddatga safdan chiqishgacha olib kelishi ham mumkin edi. Qarorni o'zgartirmasligi mumkin, lekin Shohjahonning o'zi juda ehtiyot bo'lish kerak bunday follardan deya. Baqoyev ham tashqariga chiqaryapti. Mana bu rakursda bitta ko'ring. Yirik umumiy holatda, yirik kadrda bu rakurs ham bor. Mana bu kadrni Jo'rayevga ertaroq namoyish etishganda o'ylab o'tirmasdan, uzoq ko'rmasdan qizil berardi. Yana bir uzatma ichkariga, bu safar Aliboyev hujumni qaytardi. Qarshi hujum ko'ramiz. Tezlik olyapti. Yovich va Alisher Odilov o'zini taklif qildi. Odilov Marushish narigi nuqtada. Alisher Odilov zarba yo'lladi. Darvozabonning qo'liga bormoqda. Unga ro'baro keldi. 100-100 turibdi Qobilov, lekin markazga yaqin yurdi. Ubaydullayev yana qanotga qaytardi. Ikkinchi qavat orqali yana bir uzatma, bosh bilan zarba. Yaxshi o'ynadi Nurmuhammad Abdug'aniyev. Abdug'aniyevning zarbasi edi. Ubaydullayev, Yovich, yaxshi pas G'iyosovga. G'iyosov ichkariga kirib boryapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Uzatma. Zo'ran yuqoriga tepib yubordi. G'iyosov chiziq ustidan pas bergan ekan, 12 oktyabr sanasida. Neftchi mana shunday o'yin kutib turibdi. Doriyev pas amalga oshirildi va Zaymovich ko'kka sovurdi. Serbiyalik futbolchi, Perits esa xorvatiyalik. Alisher Odilov o'tmadi to'pi. Alisher Odilovning rejasi juda zo'r edi. Po'latov pas zo'r o'tkazdi. Sayfiyev xo'sh, zarbani ko'rdingiz. Peritsaning urinishi. Michin oldinga yurish Soibovdan uzatma o'ng qanotga. Sharipov to'pni to'xtata oldi. Xo'sh, Sharipov o'zi zarba berdi. Rikoshet Botir Ergashev. Lekin Neftchi tarkibida boshqa jamoalar safida bo'lsa-da xalqaro maydonda o'ynagan futbolchilar ham bor. Buni ham inobatga olish kerak. Peritsaning zarbasi yuqoridan ketdi. 2018-2022 yil oralig'idagi yillarda o'ynamagani ikki jamoani shu bilan bog'liq. Uzoqdan zarba bo'ladi. Mana bu zarba Mitrovich mushti bilan urib yubordi. Jo'raboyev jarima maydoni ichiga uzatma ko'rdik. Ubaydullayev ostonada qaytardi to'pni. Michin havodagi kurashda harakat qilib ko'rdi. Alisher Odilov xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir Odilov oldinga boryapti. Jarima maydoni ichida u xavfli vaziyat, zarba yo'llandi, ustundan qaytdi. 3-0. 3-0 Odilovga nasib etmadi gol urish, lekin jamoadoshi Stipe Peritsa uchrashuvga nuqta qo'ymoqda. Qorni bilan gol urib ketyapti Peritsa. 3-0. Neftchi Ubaydullayev to'pni qaytarmoqda. Peritsa o'zi kurashdi. Mana bu yerda darvoqe o'zi oxirigacha bordi. Mana qarang. Darhol ichkariga tashlab olyapti Alisher Odilov. Hudud bo'sh edi. Zarbani ham aqlli yo'lladi.
va keyin Peritsa golni o'z nomiga yozib ketdi. Va Peritsa markazdagi kurashuv uchun ham bir tomondan haqli edi deyishimiz mumkin bu golga. Shu pallada uchrashuv yakunlandi. G'ayrat Jo'rayev final hushtakini chalib berdi. Golni takroran ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Neftchi jamoasi muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. 3 ochko. So'g'diyonaga esa sabr, keyingi o'yinlarda omad. 4 tali g'alabali o'yindan iborat bo'lgan seriyasi yakunlandi So'g'diyonani. Neftchi esa avvalgi turdagi mag'lubiyatdan so'ng juda bir alamzada kayfiyatda edi va bor alamini bugungi raqibidan oldi.